Oldin stressga tushib turardim. Yurganimda mast holatga o'xshab yurardim. Ko'rgan odam ichib olganda o'ylardim. Gaplarimda ham adashib ketardim. Qon aylanish yaxshi bo'lmaganda, hozir xudo xolasa zo'rman. Kasal bo'lganimda qo'rqib ketdim. Nima qilaman ekan endi? Doktorlari gap yo'q, zo'r. Nihoyatda yaxshi ekan. Buyrak уже quriyab turgan ekanda, o'sha tekshiruvga borsak, Sanobar opa sababchi bo'lib Hindistonga borib, Dogashga o'sha darddan qutulib keldik. Jigar, buyrak, oshqozon umumiy qilib aytganda barcha ichki kasalliklar bezovta qilayotgan bemorlar bilan konsultatsiya o'tkazish va aynan jigar ko'chirib o'tkazish amaliyotini boshdan o'tkazgan bemorlarni yana bir bor nazoratga olish maqsadida hindistonlik oliy toifali doktor Ashish Josh boshchiligidagi bir guruh mutaxassislar Bag'dod tumani markaziy poliklinikasiga tashrif buyurdilar. noyabr soat ertalabki 9:00 dastlab hindistonlik shifokorlar o'zbekona urf-odatlar bilan tantanali ravishda kutib olindi. Mehmonlarni kutish davomiyligida bir guruh mas'ullar tomonidan shifokor qabuliga kelgan bemorlar ro'yxati shakllantirildi va birma-bir qabul jarayonlari boshlandi. 25-yilda fevral oyida shu jigar sirrozi aniqlandi. Aprel oyida kim borib turib Hindiston davlatida Fortis klinikasiga bordik. Doktor Ashish nazoratlab o'tirib, shu bilan Xudoga shukr, men Alloh boshqatdan bir umrni bag'ishladi. O'rqular bo'lgan, narsa bo'lgan. Qorinda 22 litr suv boshlanib men borib turib, mana Allohga shukr, shular sababchi. Bundan Sanobarxonga, Mahtunaxonga, doktor Ashishimizga ming rahmat. Qabul davomida har bir bemorning umumiy qon tahlili, uziy xulosalari va barcha tekshiruvlari shaxsan Hindistondagi yetakchi klinikalardan biri Shalimarbagda joylashgan Fortis klinikasining ko'p yillik tajribaga ega jarroh, gepatolog va jigar transplantologi doktor Ashish Josh tomonidan birma-bir tekshiruvdan o'tkazildi. 2024-yili jigar sirrozi aniqlandi. 2025-yili Hindistonga bordim. O'zim opam donorlik qildim. Fortis klinikasidan operatsiya bo'ldi. Operatsiyadan keyin ertasi kuni oyoqqa turib yurib, o'zimiz bemalol harakatlanib davom ettirdik. Sanobar opaga, Maftun opaga rahmat aytmoqchiman. Aynan gepatit kasalligiga chalingan va buyrak, oshqozon kabi ichki xastaliklardan aziyat ko'rgan bemorlarning holati tekshiruv xulosalari o'rganilgach, ularga shu yerning o'zida zaruriy muolajalar belgilandi. Sariq bo'lganman. Shu asorat shundan kelib chiqqan. 8 yil davolanib yurdim. 2025-yil iyun oyida Hindistonga bordim. Keyin operatsiya bo'ldi. Va holasi yaxshi hozir. Birinchi ko'rigimga keldim. Shundan so'ng aynan Hindistondagi Fortis klinikasida jigar ko'chirib o'tkazish amaliyotini o'tkazgan bemorlarning hozirgi holati, ulardagi o'zgarishlar, og'zaki suhbat va professional tibbiy yondashuv asosida tekshirildi. Davlinam 240 umuman tushmadi, faqat qayd qilib tashlaverdim ki analizlar topshirsak, erta buyrak yetishmovchilik niqasi chiqdi, qog'oz chiqdi. Shu Sanobar opani yo'naltirishdi menga. Shular sabab bo'lib, men Hindistonga Dehliga bordim. Fortis klinikasiga doktorlar bilan tanishib, hammasi menga qo'ldan kelgancha yordam berishdi. 63 ga kirgan onamlar, qonimiz to'g'ri kelib, buyraklari menga tushdi. Chap buyraklarni olib, meni o'ng taraf buyragimga qo'yishdi. Shu Sanobar opam sabab, Maftuna sabab, Yugesh, Arslan, Umid shular sabab bo'lib men mana shu ikkinchi marta hayotga qaytdim. Shu o'rinda kutilmaganda aniqlangan jigardagi o'zgarishlar sababli tushkunlikka tushib qolgan minglab insonlarga qaytadan umid berib kelayotgan Fortis klinikasi haqida qisqacha ma'lumot. Ayni markaz Hindistondagi eng yetakchi va nufuzli klinikalardan biri bo'lib, bu yerda yiliga minglab jigar, buyrak ko'chirib o'tkazish amaliyoti uchun borgan bemorlar ro'yxati shakllantiriladi. Eng quvonarlisi, ayni klinikada davolangan qancha yurtdoshlarimiz bugun o'z yaqinlari bag'riga qaytib sog'lom turmush tarzini davom ettirmoqda. Assalomu alaykum. Biz Ashish Josh bilan Fortis klinikasidan tashrif buyurdik. Bu yerda odamlar juda ham yaxshi kutib olishdi. Mehmon do'st, katta rahmat. Jigar bilan bog'liq bo'lgan bemorlar uchun o'z maslahatlarimizni beryapmiz. Umid qilamizki, bu yerdagi bemorlar yaxshi va samarali davo topishadi.
Ma'lumot o'rnida ayni hindistonlik shifokorlarning Farg'ona viloyatiga tashrifi 3 kunga belgilangan bo'lib, jarayonlar ertaga, ya'ni 22 va 23 noyabr kunlari ham davom etadi.